Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Xudo xolasa Farg'ona viloyat Tashlax tumanidamiz akalar. Bugun toza arashan qo'chqorimizni, vesovoy qo'chqorimizni ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Jonavor kilolari hamma yo'g'i joyida jonavor. Garbanoslari, quloqlari akalar hamma yo'g'i kelgan. Ko'krak kiyimlarini ko'ryapsizlar. Numar adreslari ham hamma yo'g'i joyida akalar. Metrda olib kelinchi Temirxon. Maşallah. Akalar kallalar nima deyapti jonavor. Garbanosni qaranglar mana. Ishqibozchiligiga qo'y qilaman degan akalarim. O ne oğlum? Ko'rinib turibdi, taxta ana shu. Akalar iloji boricha like'larda ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'ylari qo'lingiz olingchi. Qo'lingizni bosib qo'ying o'g'lim, mana meniki to'xtang. Mana metr bo'lsa, bunday qiling. Akalar metrdan baland, metrga olaverasizlar. Jinday metrdan baland. Uzunliklari alimetr qanday alimetr? Uzunliklarini ko'rsatib o'tib ketaylik janovorni. Qulog'ini o'lchaylik o'g'lim. Maytdan bu. Kalsodan shu, shetdan shu. Qo'lingizni olib turing, qo'lingizni olib turing. Qilib shu, mana kalsodan shu. Akalar qulog'i 20 ga olaverasizlar qulog'ini. 20 beraveramiz. Xo'p, uzunliklari. Akalar pashti 1.20 ga boryapti uzunligi. Bu 1.15 ga olsalaring ham bo'laveradi uzunliklari. Uzunliklari akalar 1.15. Like'larda ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchilardan bo'lib ko'rishni nasib qiladi akalar. Kallalar nima deyapti akalar? Kallalarini qaranglar akalar, garbanos. Akalar narxlariga keladigan bo'lsa $5000 narx qo'yapmiz. Telefon qilib chiqaverasizlar, kelishtirib beramiz. Bitta taroziga qo'yib o'tib ketaylik. Sog'liqdan chiqqan akalar ariq holatda. Semiz bas hali. Akalar ariq holatiga 140 kilo. 140 kilo ekan. 140 kilo akalar. Like'larda ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Boqiladigan bo'lsa bu jonivor semirsa 2 kilolik bo'ladi. Suvayni o'zi 140 kilo. Tushiravering buni. Krasavchi laqabli qo'chqorimiz akalar. Kirib ketib qolmasin. 2 tishli akalar, 2 yashar. Kim bo'ynida? Maşallah canavor. Olinglar ya. Akalar Dumbar adres nima deyapti canavor? Dumbar adresni qaranglar, mana bunda. O'ta klassidan akalar. Yurani qaranglar canavor. Yuraklar tasirlab ketgan ekan canavor. Bitta tishlarni ochib ko'rsatingchi. Tishagan akalar, 2 yashar. Asa 1 yillik bo'lgan qo'chqorimiz akalar, voyaga yetgan. 2 yasharga tish buzgan.
O'takilasidan. Gazlari ham nihoyatda gazavor. Bo'yini ko'rib qo'yilik-chi. Qo'lingiz pastga va yelkasiga tushiring. Akalar 90 dan balandga olaverasizlar. Bo'ylari 90 dan baland. O'ta go'zalidan akalar. Bitta qo'yib yuboring-chi. Qo'yib yuboring-chi bitta. Qo'yib yuboring, ha. Faqat bu tomonga, panjara tomonga emas, bu yoqqa. Yurishlarni ko'raylik-chi. Ikkala iloji boricha laklarda yamaymiz. Figuralar yozdan baho beraverasizlar janovorni. O'ta go'zal akalar. Mashallah. Bu chaqaloqli arg'amchini olib bering, qizil chaqaloqlikni. Janavor. Bitta uzunliklarni ham ko'rib qo'yaylik. O kuraydi orqasida. Kuraydi oyog'ingda kuray turibdi, ana shu. Uzunligini ko'raylik-chi. Akalar. Janavor. Maşallah. Akalar uzunligi 1.5, 1.8 chiqaversin bu. Uzunliklari nihoyatda uzun. Gazi o'ta go'zal. Akalar iloji boricha laklarda yamaymiz, endi arashanlardan keyin afg'onlarni qo'yib o'tib ketamiz. Uruq qoqtargan akalarimiz. Dumbar adreslar va shu udar akalar. Afg'onda akalar 1.10ligi bo'ylari mana. Janavor. Elitni toza afg'on oqtar ekan akalarimizga akalar. Bo'ylari baland edi. Mashallah. Metrni qo'yingchi Temirxon. Bo'yini ko'raylik. Qo'yinglar. Ushlab turing. Kilometrda 1.10 bo'ylari akalar. Metr hijolatda. Uzunligini de ko'raylik-chi janovorni. Shuncha. Sal pastroq bo'lar shu. Akalar uzunligi 1.26 ga boryapti. Qo'yib yuboring. 1.26, bo'yiga 1.10. Layklarda yamaymiz. Obuna processdan chiqmasin akalar, janavor. Metrda olib keling. Bunisini ham bo'ylarini ko'rib qo'yaylik janovorni. Akalar qo'chqorlarimiz tejalaves. Bunisi 95 ga olaverasizlar bo'yini, xudo xolasa. Bunisi 4 shakalar, bunisi 5 yashardan o'tgan 6 yashar. Bitta baqib qo'yib yuboringchi, bir yuruvlarni ko'raylikchi janovorlarni. Hoş. Hoş. Qo'yib yubor. Janovorlar. Eshikni ochavering bu. Akalar iloji boricha laklarda yamaymiz. Kirgizavering qo'rasiga. Mashallah.